Savol: demokratiya islomga zidmi? الواقع أننا نعاني اليوم من مشكلة أو أزمة، وأنا أسميها أزمة الفكر الديمقراطي. Bugun bizni bir muammo qiynamoqda. Men uni demokratik g'oya keskinligi, demokratik tangligi deb atagan bo'lardim. Qizig'i shundaki, bu muammo rivojlangan g'arb mamlakatlarida kuzatilmaydi. U faqat arab davlatlarida yoki rivojlanayotgan davlatlarda kuzatiladi xolos. Demokratiya bilan bog'liq muammolarni hal qilish masalasiga qaytishni istar edim. Avvalo, bizni kuzatib turgan do'stlarimizga aytmoqchimanki, aslida demokratiya erkinlik samarasidir. Ya'ni demokratiya erkinlikning samaralaridan biridir. Erkinlik va tizim insonga xizmat qilishi kerak. Inson o'z baxti va e'tiborini ikki narsada topadi: erkinlik va tizim soyasida. Bu ish tushunarli ekan, bu ikkisining biri boshqasiga ustunlik qilmasligi yoki boshqasini yo'qqa chiqarmasligi lozim. Na tizim erkinlikni bo'g'ib yo'qqa chiqarmasligi, erkinlik ham tizimni barbod qilmasligi lozim. Agar bu ikkisidan biri mag'lub bo'ladigan bo'lsa, uning ziyoni insonlarga tegadi. Chunki inson erkinlikka qanchalik muhtoj bo'lsa, tizimga ham xuddi shunday muhtojdir. Tizimga qanchalik muhtoj bo'lsa, erkinlikka ham shunchalik muhtojdir. Demokratiya bayrog'ini ko'tarib olgan ko'pchilik odamlar buni bilmaydi. Aslida g'arb bizdan buni xohlamaydi. Ular bizning jamiyatlarda erkinlik eshiklari tizim ustidan nazorat qiladigan darajada ochib qo'yilishini istaydi. Maqsad g'arb jamiyatlari asta-sekinlik bilan oramizga kirib kelishlari va tizim yaratishda bizga sherikchilik qilishlariga imkon yaratish. Shuning uchun men aytamanki, demokratiya jamiyatlar uchun muqaddas tushuncha, lekin u demokratiya niqobi ostida payt poylab turgan kuchlardan uzoq bo'lish sharti bilan. Shuning uchun demokratik jamiyat qurishni istagan har qanday davlat avval unga tayyorlanishi kerak bo'ladi. Jamiyatning o'zi ana shu demokratiyaga tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni jamiyat a'zolari, fuqarolar demokratiya niqobi ostida qo'l qovushtirib turgan kuchlarni ajratib oladigan darajada tushunchaga ega bo'lishi lozim. Ya'ni ular erkinlik tizim bilan uyg'un kelishi, uni barbod qilmaydigan bo'lishi lozimligini yaxshi anglab yetgan bo'lishlari lozim. حافز الديمقراطية بحيث يتمتعون بوعي يدركون فيه أن على الحرية أن تنسجم مع النظام لا أن تقضي على النظام. طيب